Mana biz ona bolalar kechki sayrga chiqqanmiz. Uyimizning yonidagi bog'ga. Chiroyli joylar. Bu yerga bundoq kelamizda. Mana kitoblar qo'yib qo'yibdi. Bu yerni eshigini shunday ochib, xohlagan kitobimni tanlab, detskiy kitoblar ko'proq. Keyin Anita skameykalar bor. U yerga borib o'qiyman. Kitob o'qib zerikib ketsam, bu Anita Karis xolalarning yoniga borib mashq qilaman. Shunaqa qilib aylanib yuramiz ona bolalar. Qistab ketsam, Anita tualet bor. O'sha yoqqa shunday kirib chiqaman. Tekin. Xuncha. Muryo, bepul. Qaysi birini ayting?